Keyingi yillarda O'zbekiston tibbiyotida zamonaviy, innovatsion yondashuvni o'zida mujassam qilgan eng zamonaviy asbob-anjomlar bilan jihozlangan klinikalarning soni ko'payib bormoqda. Jumladan, Samarqand shahrida joylashgan Meros Hospital klinikasi ham bugungi kunda eng zamonaviy talablarga javob beradigan innovatsion davolash diagnostika usullarini qo'llash bilan birgalikda eng zamonaviy asbob-anjomlar bilan jihozlangan, bugungi kun talablariga javob beradigan, xalqaro talablarga javob beradigan xususiy klinikadir. Samarqand davlat tibbiyot universiteti ushbu klinika bilan davolash, o'quv va ilmiy yo'nalishlarda hamkorlik qilib kelyapti va kuni kecha o'tkazilgan 2-Yevrosiyo tibbiyot kongressida ham Meros Hospital klinikasida dunyoning 10 dan ortiq davlatlardan kelgan eng yetuk mutaxassislar master klasslarni, amaliy ko'rgazmali operatsiyalarni Meros Hospital klinikasida amalga oshirishdi. Jumladan, robot jarrohligi bo'yicha eng zamonaviy uslubda jarrohlik amaliyotlari amalga oshirildi va master klasslar o'tkazildi. Biz Meros Hospital klinikasini rahbariyatiga shaxsan Meros Farm kompaniyasi ta'sischisi Nasim Kamilovga ushbu hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiramiz va o'ylaymizki, Meros Hospital klinikasi yanada rivojlanib, dunyoning eng yetuk klinikalari bilan raqobatbardosh klinikalar safiga albatta kiradi. Buni o'sha kuni kecha o'tgan kongressdagi ishtirokchilar, jumladan Turkiya, Ozarbayjon, Germaniyadan kelgan mutaxassislar e'tirof etgandek, Meros Hospital klinikasi bugungi kun talablariga javob beradigan eng zamonaviy innovatsion asbob-anjomlar bilan to'liq jihozlangan va jahon andozalariga to'liq javob beradi.